Menimcha ham kerak. Qochib turing-chi. Hozir orqadagini olib beraman. Mana bolalarimga deb olgandim. Sizga nasib qilgan ekan. Oling. Oling, xijolat bo'lmang. Endi do'stim shu ahvolda bo'lsam ham doimo bir narsani so'rab duo qilaman. O'zingdan o'zgasiga muhtoj qilmagin deb. Xudoga shukr, shu ahvolda ham birovga muhtojligim tushmadi. Sizdan bo'lsa, ozgina harakat